Bir qizcha bo'lgan ekan. Uni Qizil Qalpoqcha deb atashar ekan. Chunki uning qizil rangdagi yopinchig'i hamda qizil qalpoqchasi bor ekan. Bir kuni Qizil Qalpoqchaning onasi mazali pirog tayyorlabdi va qiziga debdi: "Qizim, bu shirinlikni buvingga olib bor." "Albatta olib boraman, oyijon." Qizcha oyisi bergan savatchani olib yo'lga tushibdi. "Qizim, yo'lda ehtiyot bo'l. O'rmon ichidagi yo'ldan bor. Hech qayerga burilma", deb tayinlabdi onasi. Qizcha yo'lga tushibdi. U xushchaqchaq kayfiyatda edi. Oyim aytgan, o'rmonda faqat quyonlar yashaydi. Qizcha o'rmon ichidagi yo'ldan borar ekan, chiroyli gullarni ko'rib sevinib ketibdi. "Voy, mana bu gullarni! Qanday chiroyli, a? Buvimga guldasta olib boraman. Xursand bo'ladi." Qizil Qalpoqcha gullar terib uzoqqa ketib qolibdi. Bir vaqt to'satdan oldidan kulrang yovuz bo'ri paydo bo'libdi. Qizcha juda qo'rqib ketganidan qo'lidagi savatchasini tashlab yuboribdi. Bo'ri esa shirinliklarni savatga solib, qizchaga uzatibdi. Qizil Qalpoqcha xavotirlanib, zo'rg'a bo'ridan savatchani olibdi. "Rahmat", debdi. "Qayerga boryapsan, qizaloq?" "Men buvimnikiga boryapman. U o'rmonning narigi tomonidagi sariq uyda yashaydi. Oyim mana bu shirinliklarni buvimga olib borishimni aytdi." "Tushunarli. Mening ismim Qizil Qalpoqcha, chunki mening qizil yopinchig'im va qizil qalpoqcham bor." "Yaxshi, Qizil Qalpoqcha. Bilasanmi? Men hozir buvingni uyiga borib, seni kelayotganligingni aytaman", deb tez yugurib ketibdi. Qizil Qalpoqcha yolg'iz qolibdi. U bu yerdan qanday ketishni bilmasdi. U yig'lay boshlabdi. Shu vaqt bir ovchi kelayotgan ekan. Qizil Qalpoqchani ko'rib hayron bo'libdi. "Ey qizcha, bir o'zing bu yerda nima qilyapsan? O'rmon xavfli. Bu yerda yovuz bo'ri yashaydi. Men uni izlab yuribman." Qizcha onasini gapiga quloq solmaganiga afsuslanibdi. U onasini ogohlantirishini unutgan edi. "Men buvimnikiga boryapman. Oyim buvim uchun mazali pirog tayyorlab bergan. Kel, men seni buvingni uyiga olib boraman", debdi ovchi. Ular birga ketishibdi. Yovuz bo'ri bu vaqtda buvining uyiga kelibdi. U eshikni taqillatibdi. "Kim u?" degan ovoz eshitilibdi. Bo'ri esa ovozini o'zgartirib, Qizil Qalpoqchaga o'xshatib gapiribdi. "Bu men, buvjon, Qizil Qalpoqchaman. Sizga mazali shirinlik olib keldim. Kira qol, nevaraginam." Ovchi esa tez fursatda Qizil Qalpoqchani buvisini uyiga olib kelibdi. "Xayr, Qizil Qalpoqcha, buvingga salom ayt." "Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga, ovchi amaki." Qizil Qalpoqcha eshikni taqillatibdi. "Kim u?" degan ovoz eshitilibdi ichkaridan. Bu ovoz buvsinikiga o'xshamasdi. "Kira qol, nevaraginam." Qizcha birpas o'ylab qolibdi. Axir buvimning ovozi bunaqa emasdi-ku. Balki buvim kasal bo'lgandir. Shuning uchun ovozi o'zgargandir deb o'ylabdi. Qizil Qalpoqcha uyga kiribdi. Kravatda bo'ri yotardi. U qizchaning buvisini kiyimlarini va ko'zoynagini taqib olgandi. Qizcha qorong'u xonaga kirib, chiroqni yoqdi.
U xavotirlanib savatchani yerga qo'ydi. Rahmat senga nevaraginam. Kasal bo'lgan buvingni ko'rgani keldingmi? Yaqinroq kel. Seni yaxshiroq ko'ray. Nimagadir buvim qo'rqinchli deb o'ylabdi Qizil Qalpoqcha. Buvijon, nega qo'llaringiz uzun? Seni yaxshiroq quchoqlash uchun. Buvijon, nega quloqlaringiz katta? Seni gaplaringni yaxshiroq eshitish uchun. Buvijon, nega ko'zlaringiz katta? Seni yaxshiroq ko'rish uchun. Keyin qizcha baland ovozda, "Buvijon, nega tishlaringiz buncha katta? Seni tezroq yeyish uchun", debdi-da, Qizil Qalpoqchaga tashlanibdi. "Sen meni buvim emassan, sen kulrang bo'risan. Menga yordam bering", deb baqiribdi. Shu vaqt uy yonidan ovchi o'tib ketayotgan ekan. U qizchaning ovozini eshitib, yordam berish uchun yuguribdi. Ovchi Qizil Qalpoqcha va uning buvisini qutqaribdi. "Oxiri yovuz bo'rini topdim. Endi uni jazolayman", debdi ovchi. "Rahmat sizga, ovchi amaki. Hech qisi yo'q, Qizil Qalpoqcha. Keyingi safar buvingni ko'rgani onang bilan kel." "Xo'p bo'ladi." Qizil Qalpoqcha oyisi bergan shirinlikni buvisi bilan yeb, choy ichibdi. Ular uzoq suhbatlashibdi. Keyin esa xayrlashib yo'lga tushibdi. U juda xursand edi. Xushchaqchaq qo'shiq aytib borardi. O'rmonda yana kulrang bo'rini uchratibdi. Endi u to'kilgan barglarni supurar edi. Chunki ovchi uni jazolagan edi. Bo'ri endi aslo yovuzlik qilmasdi. Qizil Qalpoqcha bo'ri